Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Yana bitta gapda, men kecha Yozyovonga bordim. Men asli Yozyovonliman. Yozyovonga borsam, bizni Yozyovonimizda Chorshanba bozorimizni oldida baliqxona bor ekan. Baliqxona borligini bilmasdim. O'sha baliqxonada yong'in chiqib, kuchli yong'in bo'lgan. U yerda endi qurbon bo'lganlar ham bor ekan. Aytishlari bo'yicha o'sha kasalxonada, reanimatsiyada bittasi o'tibdi. O'sha yong'inda yonib ketib, o'sha yerda joyida ikkita inson vafot etibdi. Xullas 4-5 ta inson yong'inda og'ir jarohatlar bilan vafot etdi degan gaplarni eshitdim. Nima demoqchiman? Baribir ehtiyot bo'lish kerak, qayerda bo'lsa ham Allohga omonat.